Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan Fransiya poytaxti Parijning eng qadimiy va eng go'zal tarixiy obidalaridan biri Avliyo Severin cherkoviga sayohat qilamiz. Avliyo Severin cherkovi Parijning yashirin tarixiy xazinalaridan biri hisoblanadi. Bu yerga kirgan inson go'yo bir necha yuz yil orqaga, o'rta asrlar davriga qaytgandek bo'ladi. Bu cherkov o'z nomini 6-asrda yashagan rohib Avliyo Severin sharafiga olgan. U butun umrini ibodat, ilm va insonlarga yordam berishga bag'ishlagan. Uning vafotidan so'ng qabri ziyoratgohga aylangan va shu yerda kichik ibodatxona qurilgan. Oradan yillar o'tib bu joy Parijdagi eng muhim diniy maskanlardan biriga aylanadi. Ammo tarix davomida bu hudud ko'plab sinovlarni boshdan kechirdi. 9-asrda vikinglar Parijga bostirib kirib, shu yerda joylashgan qadimgi ibodatxonani vayron qiladilar. Shundan keyin bu joy bir necha bor qayta tiklanadi. Bugungi kunda ko'rib turgan ulkan cherkovning qurilishi esa taxminan 1230-yilda boshlangan. Qurilish ishlari o'nlab yillar davom etgan va keyingi asrlarda ham cherkov kengaytirilib, bezatilib borilgan. 1448-yilda kuchli yong'in yuz beradi. Yong'indan keyin cherkov qayta tiklanadi va o'sha davrning eng nafis me'moriy uslublaridan biri bo'lgan flamboyant gotik, ya'ni olovli gotika uslubida qayta bezatiladi. Bu uslubning asosiy xususiyati shundaki, ichkaridagi tosh arklar va bezaklar go'yo olov alangasidek egilib, yuqoriga ko'tarilib ketayotgandek taassurot uyg'otadi. Shuning uchun ham bu uslub olovli gotika deb ataladi. Cherkov ichiga kirganingizda baland shiftlar, ulkan ustunlar va rang-barang vitraj oynalar darhol e'tiboringizni tortadi. Ayniqsa quyosh nuri vitraj oynalar orqali ichkariga tushganda butun bino turli ranglarga burkanadi. Bu manzara yuzlab yillar davomida tashrif buyurgan insonlarni hayratga solib kelmoqda. Bu cherkovning eng mashhur qismi esa altar ortida joylashgan palma ustuni hisoblanadi. Spiral shaklida qurilgan bu ustun yuqoriga ko'tarilgan sari palma daraxtining shoxlariga o'xshab tarqalib ketadi. Dunyoda bunday me'moriy yechim juda kam uchraydi va aynan shu ustun Avliyo Severin cherkovining eng mashhur ramziga aylangan. Cherkov ichidagi ko'plab vitraj oynalar 15-asrdan saqlanib qolgan bo'lsa, ayrim zamonaviy vitrajlar 20-asrda mashhur fransuz rassomlari tomonidan yaratilgan. Shu sababli bu yerda qadimiy, tarixiy va zamonaviy san'at bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan. Yana bir qiziqarli ma'lumot shuki, cherkovdagi ulkan organ ham Fransiyaning eng mashhur tarixiy musiqiy asboblaridan biri hisoblanadi. Qariyb 800 yildan ortiq vaqt davomida bu cherkov urushlar, yong'inlar, inqiloblar va tarixning ko'plab sinovlarini boshdan kechirgan bo'lsa-da, hanuzgacha o'zining ulug'vorligini saqlab kelmoqda. Bugungi kunda u nafaqat ibodat maskani, balki Parijning eng qimmatli tarixiy va me'moriy yodgorliklaridan biri sifatida dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan millionlab sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Mani e'tiborimni tortgan qismi tashqi fasad qismi bo'lib, unda shayton tasviriga o'xshash, ya'ni binodan chiqib turgan qo'rqinchli haykallar e'tiborimni tortdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda Yevropaning yana ko'plab tarixiy va qiziqarli maskanlariga birgalikda sayohat qilamiz. Ko'rishguncha xayr.